Polimer irsilanish. Polimeriya ikki guruhga bo'linadi. O'zi polimeriya nima? Polimeriya bu bir nechta genni, qarang. A gen, B gen, S genni hammasini mana shu belgi masalan aynan nimaligini yozib o'tiramiz. Mana shunday bir dona belgini rivojlanishi uchun bir nechta gen, bir nechta noallel gen ishtirok etishi bo'ladi. Noallel bu. Allel emas. Misol uchun bug'doy rangi, bug'doy doni rangi yoki odam tana rangi. Xo'p, shu ikkalasi misol bo'lyapti. Bittasini ko'rib chiqamiz. Keyin uni guruhga ajratsak bo'laveradi. Misol uchun bug'doy rangi. Mana buni o'zi bitta alohida guruh. Bu ikkalasi bitta alohida guruh. Bu uchtasi bitta alohida guruh. Bu ikkalasi alohida guruh. Mana bu alohida guruh. Shunchaki qizil ekan bu. Mana bug'doy doni rangini belgilab oldik. Endi bu yerda nima ahamiyatli bo'ldi? Dominant genlarning miqdori ahamiyatli bo'ldi bu yerda. 4 ta dominant gen bo'lsa, to'g'riroq rang yuzaga chiqdi. 3 ta dominant gen bo'lsa, boyagi 4 talikdan nisbatan ochroq, ya'ni och qizil.
dominant genlar soni kamayavergan sari belgini sifati ham o'zgara boshladi. Bu joyda demak yozib qo'yamiz. Miqdor ahamiyatli bo'ldi. Bu polimeriya turi kumulyativ polimeriya deyiladi. Va mana bu bitta, mana bu 4 ta, mana bu 6 ta, mana bu 4 ta, mana bu esa bitta. Demak 1 4 6 4 1 degan nisbat olinadi fenotipik jihatdan bu polimeriyada. Genotipida 4 ta gen mavjud bo'lgan odam va genotipida 2 ta dominant gen mavjud bo'lgan odamning tana rangida farq mavjud. Tanasi rangida. Dominant genlar kamaygan sari teridagi pigmentatsiya jarayoni ham susayib boryapti va natijada eng demak albinos holatga olib kelyapti. Terida pigment yo'q holatiga dominant genlarning yo'qligi. Bu yerda dominant genlar miqdori ahamiyatli bo'ldi. Bu esa kumulyativ nisbat, kumulyativ polimeriya deyiladi. Undagi nisbat esa mana pastga yozib qo'yilgan 1 4 6 4 1. Bu boyagidan farqli bo'ldi-ya. Boya dominant genlarning miqdori ahamiyatli edi. Endi esa 4 ta bo'lsa ham, bitta bo'lsa ham o'sha belgi yuzaga chiqyapti. O'sha burchaksimon. Tamam. Umuman bo'lmasa esa yuraksimon. Bu nokumulyativ polimeriya bo'ladi. Nokumulyativ polimeriya nimaga bog'liq? Nokumulyativ polimeriya genlarning sifatiga bog'liq. Ya'ni bor yoki yo'qligiga bog'liq. Demak, sifatga bog'liq va undagi nisbat 15 ta belgi namoyon bo'ladi va bitta belgi eng resessiv hisoblanadi. 15 ga 1. Bu fenotipik. Bu fenotipik. Genotipik bir xil bo'laveradi. O'sha 1 2 1 2 4 2 1 2 1 shaklida. Kumulyativ va nokumulyativ polimeriyalar qisqacha shu.